2025-yil 28-fevralda O'zbekiston Respublikasining 1041 qonuni bilan ayrim qonun hujjatlariga qo'shimcha o'zgartirishlar kiritildi. Mazkur qonun bilan shahar yo'lovchilar transportida bepul foydalanishni tartibga solish to'g'risidagi hamda qon va uning tarkibiy qismlari donorligi to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonunlariga tegishlicha O'zbekiston Respublikasi faxriy donori ko'krak nishoni bilan taqdirlangan shaxslar uchun bir yo'la beriladigan pul mukofoti miqdori oshirilishini nazarda tutuvchi qo'shimcha va o'zgarishlar kiritilmoqda hamda donorlarga beriladigan pul mukofoti miqdori oshirildi. Bunda mazkur ko'krak nishoni bilan taqdirlanganlarga baza hisoblash miqdorining 15 baravari miqdorda bir yo'la beriladigan pul mukofoti olinishi belgilandi. Ilgari bu mukofot baza hisoblash miqdorining 5 baravar miqdorida edi. Shuningdek, ularga shahar yo'lovchilar transportida bepul foydalanish, o'zlari uchun qulay bo'lgan vaqtda har yilgi mehnat ta'tiliga chiqish hamda sanatoriy kurortlarda davolanish uchun yo'llanmalarni navbatsiz olish huquqi berilmoqda.